topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam, har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, Kipriklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor. bugun eng chiroyli gullarni olib qo'liga berayin ketsin. Bo'lgan kunlar singlimda Yashinjon bilan qo'shilib qo'sha qarib to'ylarda, tomoshalarda Umringiz uzoq bo'lsin. Ukajonim bilan mana shu bolalarini huzur halovatini ko'rib yashasin. Haqiqatda enamida o'tgan rahmatli bo'ldi, Farmon beydi. 7 ta kelin bironta joyda birov eshitmagan. Ba'zida 2 ta kelin, 3 ta kelinlar bunday qilib eshitamiz. Ilohim mana shularga ko'z tegmasin, Allohning bergan umrida Yashin ukam bilan yuzlarga kirib. Mana shu farzandlaringni baxtiga hamisha sog' bo'linglar. Farzandlarimning ichida eng erkatoyi ham, eng sho'xi ham o'zimdan-da. Meni juda ko'p aytadi. 3 ta farzanddan ham eng ko'p yaxshi ko'radiganim ham men o'zim. Kattadan katta rahmat. Farzandlarim hammasi baxtli, taxtli, saodatli bo'lsin. Bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh
Avvalambor barchangizga assalomu alaykum deymiz azizlar. Xayrli kech va a'lo kayfiyat onlari tilaymiz. Assalomu alaykum inobat aya tavallud ayomingiz. Shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizga uzoq umr tilaymiz. Va bir ajoyib savol bilan izlanamiz. Topinchi biz sizni kimlarning nomlaridan qutlab keldik? Nima deb o'ylaysiz? Farzandlarim, turmush o'rtog'im. Albatta, to'g'ri topdingiz. Biz sizni turmush o'rtog'ingiz avvalambor Yashin aka nomlaridan, sizni jonidan da ortiq yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz Lochinbek aka, Botirjon aka, Iroda opa, Mehriniso opa hamda keliningiz Sevar opam nomlaridan qutlab keldik. Qolgan yaqinlari ham yuzlaridan o'qib, quchoqlab tabriklab qo'yizaman. Hurmat kelinglar azizlar. Aman bo'ling, xasta bo'lmang onam. Hammasi sizni borligingiz onam. Hammasi sizni duoyingiz onam. Aqlimga aman bo'ling, xasta bo'lmang onam. Marhamat, yaqinlari kelinglar, o'qib, quchoqlab tabriklab qo'yinglar. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar yig'olida xorlanishlar, ko'rib qo'ysin ko'ksim turgan shum tanishlar, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona, ko'kni tutib yetar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatin topib barcha duoyingiz, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Birgalikda Hammasi sizni borligingiz onam. Hammasi sizni duoyingiz onam. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Hammasi sizni borligingiz onam. Hammasi sizni duoyingiz onam. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Meni deya qorlar qo'ndi sochingizga, meni deya dardlar keldi boshingizga, shirin so'zlar aytolmadim ona sizga, baxtimga sog' bo'ling doim onagina. Tufayli uyim fayzga to'lib turar, omad kular, baxshlar boshimga qo'nar, baxtim tilab shamu sahar duo qilar, baxtimga sog' bo'ling doim onaginam, 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 onajonginam, onaginam, onaginam, mehribonginam. inobat aya, biz bu yerga kelishimizdan avval farzandlaringiz bilan telefon orqali suhbatlashganimizda ular bizga siz haqingizda juda ham chiroyli gaplarni aytdilarki, biz sizni ko'rmasdan sizga mehr qo'ydik. Bugun bizning jannatimiz, boshimizning toji, bu dunyodagi mehribonimiz, onajonimizning tavallud ayyomlari. Ularni bizni nomimizdan tabriklab, qutlab qo'ying dedilar. Yemasdan yedirgan dadajonim, kiymasdan kiydirgan onajonim. Bizlarni birgalikda shunaqangi chiroyli tarbiya qilibsizlarki, bizlar sizlar bergan tarbiya bilan hech qachon, hech yerda uyalib qolmadik onajon. Allohga shukr, biz yaxshi yashayapmiz.
bizni mana shunday yaxshi yashashimizda, chiroyli yashashimizda siz va dadajonimning hissalari beqiyos. Baxtimizga bor bo'lingizlar, sog' omon bo'lingizlar. Allohim bergan umrni ilohim mazmunli yashaysizlar. Gohida bilib, gohida esa bilmasdan sizlarni xafa qilgan bo'lsak, qalb gavharingizni yaralagan bo'lsak, bugun sizlardan uzrlar so'raymiz deya bizga bir she'r yuborganlar. Mayli, ruxsatingiz bilan bu she'rni sizga o'qib eshittiraman. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilloyu zar onamga, kerak emas qanot o'par onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmasman, farishtalar o'xshar mening onamga dedilar. Keliniz nomlaridan bir she'rimiz bor, aynan o'zlari yuborganlar. Maylimi, buni ham o'qib eshittirsam, Sevar opam nomlaridan. Bolam ona qizim degan, meni xuddi o'zim degan, ovqatimni maqtab yegan qaynonamdan qarzim bor. Doimo men tomon bo'lgan, men bug'doyu somon bo'lgan, men yomon deb yomon bo'lgan qaynonamdan qarzim bor. Qovoq o'ysam indamagan, erim suysa indamagan, ovqat kuysa indamagan qaynonamdan qarzim bor dedilar. Onajon shu chiroyli ko'zlaringizdan oqqan ko'z yosh, bu quvonch ko'z yoshlari deb o'ylaymiz. Onajon, kayfiyatlarni ko'taramiz. Har bir tug'ilgan kunni shirinligi bo'lgani kabi farzandlaringiz siz uchun shirin tortlar keltirganlar. Hozir dilingizda ushalmagan orzularingizni aytib, tortchamlarni o'chirasiz. Amalga oshishiga biz ham tilakdoshmiz. Qolgani chiroyli qilib olqishlab turamiz azizlar. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья. Biz turmush qurganlaringizga necha yil bo'ldi? Aytmaymiz, ko'z tegib qoladi. Aytmaymiz, ko'z tegmasin, aytmaymiz. To'ylaringizda tort yedirish marosimi bo'lganmi? Yo'q edi. Mayli, o'sha marosimni bugungi chiroyli kunda o'tkazib boramiz ruxsatlaringiz bilan. Shirin tortlarimiz sizlar uchun hayotingiz shu tortlardek shirin bo'lsin deymiz. Marhamat. شبمو برق گل و شادی شوره چشم ستاره آسمان یه پاچ نوره شب منون پر از سنین دل نوازه کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم من برای
Marhamat azizlar, umringlar uzoq bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz yana bir bor. Endi esa chiroyli tabriklarni, chiroyli dil izhorlarini aynan opajonimizning yaqinlaridan eshitamiz. Marhamat, kimda kimning chiroyli tabriklari, samimiy dil izhorlari bo'lsa, mikrofonni tutqazaman. Kimga tutqazay? Siz kimlar bo'lasiz? Opajonlari, marhamat, sizdan eshitib qolamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, bugun meni yashin kuyim xonadonida mana shunday to'y oldi. Tug'ilgan kunlari singlimda Yashinjon bilan qo'shilib qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin, bolalarni huzur halovatini ko'rsin. Hamisha yaxshi kunlar mana shunday bo'lsin. Boshlayotgan to'ylarda ham, kelinlarda ham olib sog'-salomat to'ylarni o'tkazib olaylik. Ana shu kelin kuyovlar ham baxtli bo'lsin, to'y bolachalar ham katta yigitlar bo'lsin, martabalari ulug' bo'lsin. Farzandlarining boshiga har doim soyabon bo'lsin. To'proq ishlasa oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Baxt bolalarning baxtiga, bizlarning baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Marhamat, galdagi chiroyli tabriklarni aynan Shohista opamizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammalaringizni bugungi tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Akam bilan yengamni to'y bo'lgan necha yilligini hisoblamaymiz. Bundan-da ko'prog'ini, ko'pini yengamni tug'ilgan kunini ham hisobi bo'lmasin. Ilohim ikov qo'sha qarib to'ylarda, tomoshalarda hamisha bundan keyin ham yaxshi kayfiyat bilan o'tkazaylik. Ilohim baxtli bo'lsin, baxtli taxtli ovsinlar. Azizlar, mana shu yerga kelganlaringiz uchun katta rahmat, xush kelibsizlar deymiz. Bizlar 7 ovsinmiz. Eng kattasi men. Mana shu yerda 7 ta ovsinim turibdi. Mana qator bo'lingizlar. Bizlar 7 opa singildikmiz. Hech qachon bir-birimiz bilan ya xafalashganimiz emas. Mana shu navbat ovsinimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Akam bilan qo'shilib qo'sha qarisin. Faqat yaxshi kunlar, to'ylarga kelaylik. Menlarga kirsin, mana shu bolalarini huzur halovatini ko'rib yashasin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ajoyib shunday tabriklar bilan kelgan mana shu mehmon qizlarimizga ham, sizlarga ham katta rahmat. Bugun mana bizlar uchun eng qadrli bo'lgan ovsin demay, singiljon desak ham bo'ladi. Biza biror marta hech deb qattiq gapirmaganmiz. Singiljonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ukajonim bilan qo'shilib qo'sha qaring. Kelayotgan kelinimiz ilohim sizga qizday bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringiz amalga oshsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bayram muborak. Galdagi tabriklarni Hamza otamizdan eshitamiz. Marhamat. Katta rahmat. Avvalim ovsinlar dedi, men o'zi boya aytmoqchi edim, aytib qo'ydi. Bir qator bu yoqqa kelinglar-da, mana bu yoqqa o'tinglar. Bu o'tinglar, hammang o't. Navbati bilan yoshiga qarab. Aha. Do'yla kel, qani yana kel. Kim qoldi yana? Yettitasi ham shu yerdami? Ha. Bu narsani keling bu yerdan. Nima qilganim qizim? Haqiqatda enamida o'tgan rahmatli bo'ldi, Farmon bo'ybaydi. 7 ta kelin bironta joyda birov eshitmagan. Ba'zida 2 ta kelin, 3 ta kelinlar bunday qilib eshitamiz. Ilohim mana shularga ko'z tegmasin, Allohning bergan umrida enamni qolgan umrlarni qo'shib bergan bo'lsin. Endi bugun mana bu sababchi bo'lgan kelinim Inovatjon, seni tabriklayman. Yashin ukam bilan yuzlarga kirib, mana shu farzandlaringni baxtiga hamisha sog' bo'linglar. Farzandlaringni baxti kamolini ko'ringlar. Mana qarindoshlaring hammasi tabrikka kelib turibdi, hammasiga katta rahmat. Mana boshlayotgan to'ylar ham chiroyli o'tsin. Ilohim nasib bo'lsa,
Kelinimiz ham poy qadamli bo'lsin. Xonadonlaringda hamisha mana shunday xursandchilik, yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Bugun mana xizmat qilayotgan qizimizga, yigitlarga ham katta rahmat aytamiz. Ilohim sizlarga ham mana shunday tabrik kunlarga boshqalar kelib olishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Hammalaringizga katta rahmat. Salomat bo'linglar, yana bir bor tabriklayman. Uzoq umr ko'ringlar. Ko'p yillar ilohim otam 90 ga kirdi. Otamning yoshida ham shu ikkovlaring o'tirib mana bu yerda nevara chevarlar yugurib yurishdi ilohim. Sog' bo'linglar. Rahmat azizlar, inobat opa, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda mana shu yaxshi insonlar doimo yoningizda yelkadosh bo'lib tursinlar. Endi esa chiroyli onlardan chiroyli esdaliklar qolishligi uchun suratlarga tushib olingizlar. Tabriklar bormi? Marhamat keling. Onajonim bugun onajonim tug'ilgan kuni. Farzandlarim ichida eng erkatoyi ham, eng sho'xi ham o'zimdan-da. Meni juda ko'p aytadi. Lekin 3 ta farzanddan ham eng ko'p yaxshi ko'radiganim ham men o'zim. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Meni hayotim borlig'im sizsiz. Bizlarning vaqtimizga, oilamiz, barcha yaqinlaringiz vaqtiga doimo sog'omon bo'ling. Barcha yaqinlarimiz vaqtiga. Juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sizni juda yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Otam bilan doim qo'shilib, qo'sha qarib, bizlarda duoda bo'lib turasizlar. Bizlarga shuni o'zi eng katta baxt. Tabriklayman onajon. Mehribanimsiz, onajonimsiz, jannatim onajonimsiz, onajonimsiz, mehribanimsiz, onajonimsiz, jannatim onajonimsiz. Marhamat, esdalik uchun suratlarga tushib olingizlar. Keyin esa sho'x taronalar bilan baqiramiz. Avval yaratganda Xudo shirin baxtu kamolim tilar. Bemor bo'lsam bemor bo'ladim, bemor tirilgan. Kirlaring nadalan, sendan qarab qir gülersen, gülersen, seni makirlaring nadalan, seni makirlaring nadalan. Bizlerin karamadı mavi müdeci
felek burcunun bir kıran varsa aysı sada burcunun bir her şah varsa aysı hıtavuzin bayı tatarsa aysı çemenze ayı varsa suyla bana giysenem ekim nesiler yarsa alayı soy soy soy
qani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim endi oldimda Shikuli, kom, shikuli eslatadi sevgimizni Shikuli, qo'shni kuli quvonadi seni
yig'ilganlarning ham xonadonlarida doimo mana shunday chiroyli kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Opajon, sizga oz bo'lsa-da xursandchilik ulasha oldikmi? Unda biz baxtiyormiz. Mana shu chiroyli ko'zlaringiz hech qachon achchiq ko'z yoshneligini bilmasin deymiz. Nurli yuzlaringiz g'am alamneligini bilmasin. Hayotingiz Alloh panohida, farishtalar qurshovida bo'lsin. Mikrofonni sizga tutqazaman. Mana shu yerdagi yaqinlaringizga, farzandlaringizga aytmoqchi bo'lgan samimiy dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat bemalol aytishingiz mumkin. Kattadan katta rahmat. Farzandlarim hammasi baxtli, taxtli, saodatli bo'lsin. Shularni baxt kunlarini ko'rish Xo'jayin akamizga hamisha nasib qilsin. Shular hamisha sog' salomat bo'lsin. Ular eshittirgan duolarim hammasi baxtli, saodatli bo'lsin. Shular huzurini cho'qib Xo'jayin akamizga ham nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Rahmat opajon, yaxshi niyatlaringiz sizga ham hamroh bo'lsin deymiz. Azizlar, sizlarga ham xursandchilik ulasha olgan bo'lsak, biz baxtiyormiz. Sizlardek mehrli yuzlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Endi esa bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Xizmatingizda va sizning diqqat e'tiboringizda Asiya Dekor tabrik agentligi bo'ldi. Salomat bo'ling.